Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımıza başlayımız. Leksiyada Sıdaqacı Roz'du. Bugün Çizdağ 2028 ayının 25. günü haftaga. Sayşembe vatandaş, vaziyet doğrusuda gap qilsaq tuyuqsuzlama şu işke gün içinde hazır Xitay hükümeti bütün sep boyunca boşap gitti, yumşap gitti, yelinip yalvarışqa başladı. Bu bir iqim, bu bir fikir. İkincisi şundaqla tünügüllati yoki 24. günüdün başlap Cungo'nun zuvani, yani organ gazetlerimiz, bu xalq gazeti Amerika Qo'shma Shtatlarının rəhbərlərini, cümleden Devlet İşlakatı Mike Pompeo'nu 3 bette tanqid qildi. 12. beti, 11. beti, 10. beti de tanqid qildi. Biz onun umumizlik ahvalini keyinki vaqt qaldırdık. Bugün şunun münasebetli kaldı. Vatandaşlara leksiya sözleyimiz vatandaşlar. Mavzumundaq. Amerika qattiq qo'l bo'lsangmi ma'qul demaydi. Ya'ni Jungo sen qattiqlik qilaman desangmi Amerika ma'qul demaydi. Yumshoq vositalarni ishlasangmi Amerika endi ma'qul demaydi. Jungo Kompartiyasi og'zi shakar, tili zaharlik qilyotdi. Urushqoq bo'rilar alahzada bo'lishga boshladi. Mavzulu xabar 24. günü Fransiya Xalqaro radiosi e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Yaqindan beri Kompartiya doiralari Amerika bilan bo'lgan munosabatni yaxshilashni umid qilib, kuchli signal tarqatdi. Jungo tashqi ishlar bayonotchisi urushqoq bo'rilar guruhi diplomatik iboralar orqali Amerika g'azab bilan tikilmaydigan bo'ldi. Jungo'ning Amerika turishliq bosh elchisi Tiyankay, Tashqi ishlar ministri Wang Yi, Kompartiya Markaziy komiteti Tashqi ishlar komitetining ishxona mudiri Yang Jiechi va yana boshqa tashqi ishlar muavin ministri Yu Tianqing qatorliqlar orqa-orqadan suhbat bayon qilib, Wang dediki, yani minister Wang dediki, Amerika bilan bo'lgan suhbatni butunlay tirildiramiz dedi. Yang Jiechi dediki, Xinhuaga suhbat bayon qilib, Jungo Amerika taraf ikki davlat munosabatining taraqqiyot nishonini yaxshi egallab, suhbatlashish yo'llarini davomlashtirib, hamkorlashib, o'rtaq g'alaba qilish to'g'ri tanlashdir dedi. Yang Jiechi Singapurni va Koreyani ziyorat qilib, matbuotlar mundaq hisobladi. İki devlet yardım qilib Amerikaga vaz aytib, Amerika bilan suhbatlashishning darvozasini ochishga. Masalan, Jungo Amerika bilan suhbatlashishning darvozasini ochishga yuqori ikki davlatning yordam berishini talab qilmoqchi. O'sha vaqtda urushqoq bo'rilar matbuot odamlari, olimlar, masalan, Xo'shijan Yarshar vaqt gazetining Tahriri Xo'shijan Dong Jiangwei ve Daishu qatorliqlarning og'zi, Jin Sharrong ve Daishu qatorliqlarning og'zi tuvoqlandi. Bular davomli Amerikani tanqidlaydigan kishilar. Xuddi ular biron Amerikani qistab, yezi egilik davlati holatiga keltiramiz. Daishuning Amerikani bunda qilar demagan edik, to'tni o'ylamagan edik. 10 noktada tanışıp aldık, 10 noktada tanıp aldık deyiştirme hazır. Tün çıkıp gitti, yoki to'xtab kaldı. Amerika'dan ötüp ketimiz deydigan, özü mast qiladigan ve şundaq tuyg'uda yaşap kelishlarmi jimib qolganligidan jungdan hayroni has qoldi.
Devlet islohoti Mike Pompeo bir tarafdan matbuotning ziyoratini qabul qilib, yana bir tarafdan Jingo diplomatlarining so'zlariga javob qaytarib, Jingo bilan so'zlashishga bizning ishimiz ochiq deb, yana bir tarafdan o'zining qiladigan ishiga oldirib, Yevropa ziyoratga berib, ko'plagan davlatlar bilan birlikda Jingoni qo'rshovga oldi. Prezident Trump to'g'ridan to'g'ri shundoq dediki, Jingo bilan endi biz so'da suhbati elib berishimizdan zaruriyati yo'q. Jingo bilan so'da qilishimizdan zaruriyati yo'q. Yaqinda Jingo bilan so'da qilishdan zaruriyati yo'q dedi tahlilchilar mundaq ko'rsatdi. Kompartiya Amerikani bir qator embargo qilish siyosatlarini azam qila olmadi. Şuna Amerika bilan suhbatlashishni talab qildi. Mava noqtaliq jumla. Lekin Jingo bir tarafdan yaxshi so'z qilib, bir tarafdan eski ish qilishga boshladi. Jingo bosh ko'targandan keyin ziyonkashlik qildi va Amerikaning o'rniga o'tib, to'rga chiqmoqchi bo'ldi. Amerika ve G'arb dunyosi tiklagan xalqaro tartibni buzmoqchi bo'ldi. Yuqumliq virus bilan Amerikada 170 ming amerikalikdan va boshqa xalqaro jamiyatning odamlarning hayotini nobud qildi. Amerikaning iqtisodini burungi kasodchilik davriga qaytardi. Amerika azobliq tajriba saboqlardan shunday xulosa chiqardiki, Jingoliklar so'z degan har qanday so'zga ishonmaslik kerak. Amerika kerak bo'ladigan Jingo kompartiyasining yaxshi so'zlari emas, balki uning amaliy harakatidir. Yuqumliq virusning manbaini yoshirmaslik Amerikaga to'lam to'lash. Birinchi bosqichliq kelishimni uzil-kesil ijro qilish. Janubiy dengizda harbiy aslahalarni yo'tkab ketish. Hong Kongcha davlat bexatarligini bexatarlik qonunini chekindirib, Hong Kong avtonomiyasini asliga keltirish. Internet tomlarini söküp tashlab, Hong Kong xalqining erkin uchun qabul qilishiga yo'l qo'yish siyosiy g'ayriy qarashliklarga, Tibetlarga, Şinjan Uyg'urlarga solayotgan siyosiy ziyonkashlikni to'xtatish. Yuqorqi masalalarda Jingo qattiq maydonda ching turib, xato qilganlarini qilchimi o'ylamay, yana Amerika bilan suhbat qurishni talab qiladigan bo'lsa, bu tilishikar va dili zahar bo'lmay, yana nima bo'lib hisoblanadi? Bu xabarda tilga ilingan bazı sözler ve ibarlar keyinki xabarlarda tekrarlandı. Müstötki 2 gündün biri xabarlar merkezde kaldı sözlayotgan mesele. Bir Jingo'nun yelinip yalvuruşu, yani bir Jingo'nun bir taraftan Amerika rahbarlariga mesela devlet islohoti Mike Pompeo'ni tanqid qilishi qatorliq mazmunlar vatandoshlar.